Assalomu alaykum, aziz tinglovchilar. Sizlar bilan bugungi mavzuyimiz past simple tense, o'tgan oddiy zamon haqida sizlarga tushuncha beraman. Ingliz tilida o'tgan oddiy zamon qanaqa ish harakatlarga aytiladi? Bugungi tanishib o'tadigan past simplening jihatlari. Past simple tense nima haqida ekanligini o'rganamiz. Learn regular and irregular verbs. Fe'lning to'g'ri va noto'g'ri shakllarini o'rganamiz. Make positive, negative and question forms. Past simplening darak shakli, inkor shakli va so'roq shakli haqida o'rganamiz. Talk about past events correctly. Biz simpleni, o'tgan oddiy zamonni qanaqa to'g'ri ishlatishni o'rganib chiqamiz. What is past simple? Past simple bu nima degani? O'tgan zamondagi tugallangan ish harakatni bildiradi. Past simple is used for finished actions in the past. O'tgan zamondagi tugallangan ish harakatlarga aytiladi. Past routines o'tgan zamonda tez-tez takrorlanib turadigan ish harakatlar, rutinalar, kundalik hayotdagi ish harakatlar kiradi. Specific past time aniq o'tgan zamonni bildiradi, aniq vaqtini bildiradi. For example, I visited Samarkand last year. Men o'tgan yili Samarqandga borgan edim. She watched a movie yesterday. U kecha film ko'rgan edi. Positive form darak shakli haqida qarab chiqadigan bo'lsak, darak shaklini formulasi subject plus verb to deb aytsak ham bo'ladi. Uni hozir tushuntirib o'tib ketaman sizlarga. Subject gapning egasi, undan keyin verb. Agar u to'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa, fe'lga to'g'ridan to'g'ri d yoki bo'lmasam ed qo'shimchasi qo'shiladi. Agar u noto'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi grafadagi ikkinchi liniyadagi so'zlarni olib chiqamiz. Hozir sizlarga uni tushuntirib o'tib ketaman. He played football. U futbol o'ynagan edi. Playga ed qo'shimchasi qo'shish orqali past simple zamonidagi shakli yasalgan. They went home. U uyiga ketgan edi. He played football deganimiz bu to'g'ri fe'l hisoblanadi. Play deganimiz, shuning uchun unga ed qo'shimchasi qo'shilyapti. Went deganimiz go fe'lining ikkinchi shakli hisoblanadi. Noto'g'ri fe'l bo'lib hisoblanadi. Noto'g'ri fe'llar o'zi 3 ta liniyaga ajratiladi. Birinchi liniyasi present form, ikkinchi liniyasi past form, uchinchi liniyasi past participle hisoblanadi. Shuni ikkinchi liniyasini olib ketamiz. Negative form inkor shakli subject plus did not va verbning birinchi shakli, asosiy shakli hisoblanadi. Gapning egasi va did qo'shimcha qo'shiladi hamma shaxslarga nisbatan va not qo'shimchasi inkor ma'nosini bildiradigan not qo'shimchasi qo'shiladi va fe'lning asosiy shakli. For example, I didn't study. Men o'qimayman. Did not deb aytsak ham bo'ladi, didn't deb qisqartirib ketsak ham bo'ladi. She didn't play football. U futbol o'ynamaydi. I ga ham, she ga ham hamma gap egalariga did qo'shimchasi qo'shiladi. Question form so'roq shakli qanaqa shaklda bo'ladi? Did plus subject plus base verb. Verb 1 deb aytsak ham bo'ladi. Bizga past formning, past tensening asosiy yordamchisi did yordamchisi gapning egasidan oldinga o'tib ketadi va undan keyin gapning egasi va gapning egasidan keyin asosiy fe'lning o'zi keladi. For example, did you call me? Sen meni chaqirganmiding? Did you call me? Did she travel abroad? U chet elga sayohat qilganmi? Va savolga javob qaytargan paytimizda yes I did yoki no he didn't. No I didn't deb javob qaytaramiz. Regular verbs, to'g'ri fe'llar va noto'g'ri fe'llar haqida tushuncha berib o'tib ketaman. To'g'ri fe'llar odatda
To'g'ri fe'llarga d yoki ed qo'shimcha qo'shiladi deb oldin aytib ketgandim. Regular verbs add ed. To'g'ri fe'llarga ed yoki bo'lmasam d ni o'zi qo'shish orqali past zamoni, o'tgan zamon yasaladi. Play, played, work, worked, clean, cleaned. Spelling rules. Talaffuz qilgan paytimizda ozgina nimalar uchraydi bizda. Masalan, study, studied. Buni avval ham mavzularimda tushuntirib o'tgandim. Study y harfi bilan tugayapti, shuning uchun y harfi I harfiga o'zgarib ketadi va studied I ed qo'shimchasi qo'shilganda tuyulyapti. Stop bu yerda undosh harf, qattiq undosh harf bo'lgani uchun stopit p harfi ikkiga ko'payib ketadi. Irregular verbs, noto'g'ri fe'llar. Irregular verbs change differently. Noto'g'ri fe'llar bular formasini, shaklini butunlay o'zgartirib yuboradi. Go, went, bormoq, ikkinchi shakli went. See, saw, ko'rmoq, eat, ate, yemoq, write, wrote, yozmoq, come, came, kelmoq. Bu yerda hozir sizlarga men noto'g'ri fe'llarning mana ro'yxatini berib o'taman. Shuning ichidan ko'rib olishlaringiz mumkin. Bizga past simple o'tgan zamonda kerak bo'ladigan ikkinchi liniyasi bizga kerak bo'ladi. Mana tepasida yozib qo'yibdi. Birinchisida bear form, bu present simple da ishlatamiz. Past simple ikkinchi liniyasi va uchinchi liniyasi present perfectga ishlatamiz. Bu hozir bizga kerak emas. Biz faqat ikkinchi liniyadagi mana shu awoke, was, were, bid, become, became, began, bent degan paragraflardan olib chiqamiz. Va buni yaxshilab o'rganib chiqsangizlar bo'ladi. Screenshot qilib oldim. Time expressions bizda past simple'da o'tgan oddiy zamonda kerak bo'ladigan kalit so'zlar. Yesterday, kecha, last week, o'tgan haftada, last year, o'tgan yili, ago, oldin, in 2020, 2020-yilda, when I was young, yoshligimda. Positive sentences. Darak shakli. Gapning darak shaklida kerak bo'ladigan, ishlatiladigan misollar bilan ko'rib chiqamiz. We visited our grandparents. Biz bobo buvimizni ko'rgani bordik. He studied English. U ingliz tilini o'rgangan edi. I bought a new phone. Men yangi telefon sotib oldim. They enjoyed the lesson. Ular darsdan mamnun bo'ldi. Negative sentences. Gapning inkor shakli. I didn't sleep early. Men erta uxlamagandim. She didn't watch TV. U televizor tomosha qilmadi. They didn't go to university yesterday. Ular kecha universitetga bormadi. Question examples. Savol formasiga, so'roq formasiga misollar. Did you finish your homework? Sen uyga vazifang tugatib bo'ldingmi? Did he call you? U seni chaqirdimi yoki u senga telefon qildimi? Did they travel last summer? Sen o'tgan yozda sayohat qildingmi? Va ularga javob tarzida yes I did yoki no I didn't. No they didn't deb javob berishimiz mumkin. Va biz ko'pincha xato qilishimiz mumkin bo'lgan jihatlarni ko'rib chiqamiz. Mana bu listdagi so'zlarni ko'rib xato qilmaslikka harakat qilishimiz kerak. Did she went home? Did yordamchi fe'l ishlatib turibdi. Shuning uchun egadan keyin asosiy fe'lni ishlatishimiz kerak edi. Asosiy fe'l bizda wentniki go bo'lishi kerak. Did she go home? I didn't study yet. Did qo'shimchasi bu yerda ham bor. Shuning uchun study yet hech qanaqa fe'lga qo'shimcha qo'shilmaydi. I didn't study o'zini asosiy shaklida keladi. He go to school. Go deganimiz noto'g'ri fe'l edi. U butunlay o'zini shaklini o'zgartirib yuboradi. Shuning uchun go ed qo'shimcha qo'shib o'tirmaymiz. He went to school deb o'zgarib ketadi.
Endi past simple'ga oid exercise mashqlar ko'rib chiqamiz. Bu yerda complete the sentences gaplarni to'liqtirib chiqishimiz kerak ekan. She visited her aunt yesterday. U kecha xolasini ko'rgani bordi. Visit past simple qanaqa past simple shakli, o'tgan zamondagi shakli qanaqa bo'ladi? Visited. Visit deganimiz to'g'ri fe'l va unga ijro qo'shimcha qo'shiladi. Ikkinchisi, we go to the cinema. Biz kinoteatrga borgan edik. Qanaqa bo'lib o'zgaradi? We went. Go deganimiz noto'g'ri fe'l hisoblanadi, shuning uchun went ga o'zgarib ketadi. Va uchinchi, I not watch TV last night. Men kecha tunda televizor tomosha qilmadim. I didn't watch TV last night. To'rtinchi, you call him. Sen unga telefon qildingmi? Did you call him? Sen unga telefon qildingmi? Exercise number 2, correct the mistakes. Xatolarni to'g'rilab chiqamiz. Did he watch the film? Qayerda xato bor? Did he watch the film? Watch hech qanaqa ijro qo'shimcha kerak emas. Ikkinchisi, she didn't went home. U uyiga ketmadi. Didn't went. Xalos, bir xato. Didn't go. Didn't ishlatganimizdan keyin went emas, asosiy fe'l bo'lishi kerak. Uchinchi, they bought a new car. Buy deganimiz noto'g'ri fe'l. Qanaqa bo'lib o'zgaradi? They bought a new car. Ular yangi mashina sotib oldi. To'rtinchi, I see my friend yesterday. Men kecha do'stimni ko'rdim. See noto'g'ri fe'l hisoblanadi. Qanaqa bo'lib o'zgaradi? Saw. See sawga o'zgarib ketadi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Past simple o'tgan oddiy zamon haqida eng kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tdim deb o'ylayman. Hammani o'qishlariga omad tilayman.